Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, bir oylik tanaffusdan so'ng mana yana ishga qaytdik. Yotoqxona mebeli, ish jarayonlari, ya'ni xonadonda ustanobka yig'ish jarayonlaridan videolarni taqdim qilamiz. Sexda ishlab turganimiz videoga ola olmadik, esdan chiqibdi. Xo'p, garderobkamiz deyarli tayyor. Mana bu yerga splashnoy kuzgu, narigi tomonda ham splashnoy kuzgu bo'ladi. Mana bu ikkita eshik akrildan, bular ikkalasi ham ochiladi. Ichkarisi mana garderob. Garderob ham deyarli tayyor. Veshimkalarga turba. Bu yerda ikkita tortma bor. Bu yerga ham turba qo'ysak, to'g'ri tayyor bo'ladi. Bu yerdan sanuzulga kirgizsa bo'ladi. Bu deyarli tayyor bo'ldi. Endi mana bu kravat yig'amiz, yonida tumbichkalar bor. Mana bu tumbichkalarimiz Egger 18 tali Avstriya firmasiniki va mana bu yerga mana bu trimoni qo'yamiz. Visiyachi osma bo'ladi va ko'zgusi bo'ladi. Ishlashda davom etamiz. Va mana bu yerda avval polkalar bor. Mana bu yerda ham avval polkalarimiz bor. Xo'p, divanimiz ham bo'ldi. Tumbichkalarini bo'ldi, buchkaga qo'yish kerak. Nimasi bor? Trimoniga ilishimiz kerak. Pakni ochgandan keyin havasini ochib olsangiz qayta olmaydi. Bu ochiladi. Garderob ham tayyormi? Turbalar qo'ysak bo'ladi. Bo'l, ishlar boshlanadi. Polkalarni ham mana qo'yib qo'ydik. Bu yerdan bunisi osma. Xo'p, spannimiz, garderobkamiz bo'ldi. Mana ko'zgularni yopishtirib qo'ydik. Narigi tomonda ham bor mana ko'zgular. Eshiklar joyida, tormozlar qo'yildi. Ichki tortmalar hammasi bo'ldi. Turbalarni qo'yib tashladik. Turbalarni qo'yib tashladik. Hop, yopilamiz. Garderob tayyor. Mana bu qoldi, tuyma qoldi. Mana bu yerga bo'lsa tayyor. Mana bu yerga matras kerak. Matrasimiz hali tayyor bo'lgani yo'q. Tumbichkalar bo'ldi. Tumbichkalar qo'yib yuborildi. Davodchilik. Bu koja zaminatel, sifati yaxshisidan, material emas, koja zaminatel. Bitta matras qoldi. Qolganlari tayyor.